Assalamu alaykum aziz do'stlar. Açıl ekranımızın 9. sonida sizlar bilan qayta yuz ko'rishganimdan intayin xushalman. Ekranımızga nazaringlarni, vaqtinglarni ajratganinglar uchun tashakkur bildiramiz. Ekranımızdan bugünkü kuzatish ve analiz sayfasida Uyg'urlar arasida yangi bir ko'shko'sh to'lqini deb ta'riflanayotgan Uyg'urlarning Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari orqali chet elga ketish to'lqini temasidagi maxsus suhbatimizni anglaysizlar. Bu musafir Uyg'urlarning musafir lagerlaridagi va Turkiyaga kelish jarayonidagi qismatlarga shohid bo'lgan muhim shaxslardan Abduqodir Tunturk apandi bizga bugun Xitoy hukumatining besimi ostida Tayland hukumatining Uyg'ur musafirlarni jismoniy jihatdan qiynaganligi va shundaqla Xitoy hukumatining qo'l tiqishi bilan bu musafirlarni qutqizish xizmatlarining qatma-qat mushkulotlarga duch kelganligiga doir tashqi dunyoga texi ma'lum bo'lmagan konkret tafsilotlarni oshkorlaydi. Tuvanda muxbirimiz Erkin sizlarni jon ayniga orqali Turkiyadagi Abduqodir Tunturk apandiga ulaydi. Hürmetli televizyon görgücüler, bu nöbet Uyghur musafirlar faaliyetçisi Seyit Abduqodir Tunturk efendi bilen söhbetimizni davamlaştırırız. Seyit Abduqodir neçe yıllardan bu yan Şarkı Janubi Asya Uyghur musafirlar meselesiga yakından aralashgan, uyaga borgan, bu joydagi musafirlarning ahvolini yakından yaxshi biladigan, ichidan biladigan shaxslarning biri. Tövende söhbetimiz davamlashadi. Abduqodir efendi, qanday yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Salomat turdingizmi? Hem de üyede yana şunda vakalarımız yüz verdi. Bazı ballar ata-anasız kalgan ballarımı oldu üyede. Doktorxanda hayatından ayrılgan ballarım oldu. Hem de bu facialarga adamın jürkemi uçurmak pek tez. Elbette. Hakikaten şunda boludu hem de. İnsandarçılıkta meyli onu biz insani noktadan qaraganda mı yürekçi demek tez bunu. Uyghur noktasıdırlar emas. Elbette. Hem de bu balalarning ahvoli qanday bo'ldi oxiri şunun bilan? Ben onu da bilemem ama mühim bir nokta ne? Konkret bir nersini demesem olmaydı. Biz 5. ayının 21-22. günü şu Tayland Bangkok'a mangan günümüz UNHCR'ninki Birleşken Devletler Halkara Emniyet Teşkilatı'nınki şu Tayland mesulü boğan bir müdür bilen küreştik. Seyit Tunturk Efendi, men ve hakeza bağın yetişkilik grup. Bunun bir kısım videoları ve resim göstermeleri var. Biz bununki nimeler boğanlıqını, bu insanların qaysi sebep bilen icat kılganlıqını, nimelerinin bunu mecburluğanlıqını sual koyup ondan özündeki fikrini alganda, özünün Taylandlık bir Budist boğanlıqını ama özünün tarih okuganlıqını, çünkü özünün bu milletinin Siam Emperiyasıninki 18-19. asırda Xitaylarınki suikastları bilen özünün padişahını öldürüşke qasd kılganlıqı üçün Xitayga şahsi közü bilen yaxşı qaramaganlıqını bizge özara aytib ketdi. Ve bularning Uyghur halkı bo'lganligini bilganligini, bularning Xitoyga qaytarilib kelsa cho'qim o'ldirilib ketadiganligini ya muddatsiz qamoq jazosi olganligini aytib ketgandan keyin qo'ldan kelishib sizlarni xalqlarni qutqarish uchun yardım qilaman, bunga endi chiqmanglar dedi. Lekin nima bo'ldi bilamsiz? 2 kundan keyin o kishining Taylanddagi bütün xizmatini to'xtatdi bular. Xizmatini Afrikadagi Poloniyaga surgun evatdi. Buni qilgan kim bilamsiz? Sadao degan ayol qizlarimiz tug'an zindandan mas'ul bo'lgan bir Xitoy müdür. Qizlarimiz tug'an zindanda ulardan mas'ul bo'lib, hukumat bilan Uyg'urlarning masalasini o'tirib qo'ygan bir tigi Xitoy bir Taylandlik müdür, Xitoy elchixonasining odamlari bilan kurashdi. Xitoyning bisimi bilan ayollar birlashganlar bisim qilib, biz bilan hamkorlashmoqchi bo'lgan shu Taylandlik odamninki Taylanddagi UNHCR xizmatini to'xtatib boshqa bir yerga surgun evatdi. Bular bizga vaqt tuttiribdi. Bir misal. Ballarning meselesi kelganda. Ballarning meselesi. Albatta. Keynidan boshlab kelsak, 2015 6. ayning 29. günüsi. 171 ayol qizimiz, o'g'il bolalarimiz, kichik bolalarimiz Allohning yordami va Türk xalqininki kelsa qabul qilamiz degan bir bayoni bilan zaten bu xalqning bir evladı bo'lish sifatimizdan kim bo'lishini qiladi deb Allohdan madad tilab, Allohdan buni rahmat tilab qilgan ishimiz. Shunda. Qarindoshlarimizni elish kelishni Alloh bizga muyassar qildi. Buning uchun men Allohga cheksiz shukr qilaman. Ammo bu qarindoshlarimiz kelgandan keyin sizlar balki bilmaydigan bir narsani deb beraman. Kelib bir hafta 10 gün o'tdi,
7. ayınki 8-10 günlərdə həm Allah'a eniq ki 109, 110 gayları qarsa 115 deydi. Lakin 124 qarindaşımız. Buların içindeki 24 ayal ve bir kısmı bala. Bana ne ait mühim tutunlar. Anısı, dadısı, vatanda qalğanlarning bir qismi akilardi, lekin bir qism analarimiz, sel bu yerkide qizlarimiz vatanga qaytarib ketganning ishida bor. Ayarda kelgan 171 kishidan sirt Tayland qolgan 190-198 kishi sonning ichida yine ayol qizlarimiz qolgan edi. Bu ayol qizlarimizdan men olgan ma'lumot bo'yicha 24 sel boyuğa yetken qizlar bo'lsinmi, kimligi yo'q deb ular birga qo'shib, erlar qatoriga vatanga qaytarilyapti, birodar. Bunu bilmaydi hiçbir dünya. Yalnız oğullarımız kurban verildi xiyal qilamiz. Yo'q. Bu dünya insan hakları emmevi beyannamesining ishida yozildi-ki, 1-betdan 29-betga qadar insonning kishilik huquqi, erkinlik huquqi deb deydi. Xitoy bunigami deb sandilik qildi. Vatanga qaytilib kelgan son nimishqa emas. 109 deymiz, 114 deymiz, 119 deymiz, yo'q. 124 kishi deydi gayları. Bu songa bizmi aniq emas, ammo qaytirilib ketganlarning ichida balası bu yerde qalğan ana qizlarimiz mı ketdi vatanga. Hozir vatan ketgan ichida az degan 15-20 qizimiz bor. Bunu hiçbir dünya bilmeydi. Hem de hazır Türkiye'ye ilip kelingen 180 netçe Uygur analar, balılar, bularning ata-analары vatanga qaytirib ketgan ata-analaridan ayrılıp qalğan, Türkiye'de kelib qalğan balılar, bularning ahvoli haqida biraz to'xtalib baqamısınız bu. Bular qanday bu ballarımız kelgan kun ise 6. ayının 30'u Bamdad vakti İstanbul'a uçtuk biz mi? 171 kişi. Hem bizden resim videoları pamende. Bunları biz dedik ki qarindoshlar, sizler hem de erkin bir dünya geldinler. Çünkü çıkışmak isteyenler bir kimlik igileş, bir insandaki yaşaş. Çünkü Xitoy bizni vatanda yaşaş imkanı koymadı. Hemminizler appak sütdek çıktınlar, hemminiz bizge Allah'ın emaneti. Biz Kayseri'de 2014'ten başlap kelgan muhacirler için yine Allah'ın yardımı, Türk halkının mehri muhabbeti, yani Türk devletinin himayesi bilen haksız öy açtık buraya. Bu yaya kelsanlar bir kısımlarının dadısı, alçısı, yoldaşı, hemrazı olan bəhrimizdeki erkek kep boğucu, biz sizlerini bu yerde mihman kılaylı. Bizge bunu eğer görmenler. Eğer sizler bu yaya kelsanlar, bir, balalarınla mektepte okuydu fıkırlarım. Ama onundan evvel bu işini dini, içtimai rayonda kömeyin yalğız. İnsanperverlik süpütüden sizler az yanınla 15 ay, 20 ay turmada zindanda yatınlar. Psikologiyanla bozulup gitti. Nervon çaçap gitti. Beden taraftan selametliğini yaxşı emas fıkam. Çünkü sizler zindanda yatacakta dakılların sımınıkta yatınlar fıkam. Bir eğiz 40 metre, 30 metre kvadratlık bir eğiz öyde 60 kişi, 70 kişi, 90 kişi yatadı. Bunun içinde o nemi yok, soğuk tuş maşinesi yok. Çünkü siz hep sorayım, halası, aşkanısı, munçisi, mescidi, yatıdığın yeri, kir yürüdüğün yeri, hava aldığın balkona hemmisi şu 30 metrenin içindeki bir yer. Öyle bakalım siz. Şunun için siz degandek Tayland ve Cenubi Asya nem ıssık tropikal bir devlet. Kış degenimiz 27-28 gradus, yaz degenimiz 40 gradus, 38-42 gradus. Adamçılık emas. Men sırtı durup günde 2 qitim kiyim almashtırmasam, zade bundan bir aram bulup rahatsız bolumen. Bu qarindoshlarımızın amalı yok. Su, sopun, taylık yıldı bulağı. Çekleydi. Bunu zulümün bir türü. Şunda. Gündelik ihtiyaçlarına toluk vermese elbette bu. Elbette, ben deprey. Xitoy bulağa kirenmegendikin başka oyun kılıp ayada zindanda bulada mesul boğan kişiler pul vereseti bilip bulağa zulüm kıldı. Ben depreyim o. Bu qarindoshlarımızdan barmak izini alacakta bana degende bermey tursiz dedim. Ben Birleşken Devletler bilen körüşümen dedim. Birleşken Devletler bilen körüşkenimde bu sizin haberiniz buluş gerek. Bu DNA testi degeniniz, barmak izi, resim surati degeniniz işke ben koşulmayman. Siz eğer bunu mayanınki himayizde emmevi bir teşkilat olsanız bana bir xat verin. Eğer gün bularla bir şey bir işkip kalsa ben kimle dava kılışını bilişim gerek. Tayland hükümeti bermey dedim. Çıkarıp etti beni. Sana birden xatim yok dedi. Bu Tayland'ın özünün işkili işi bunlar işler yok dedi. Ben yukarı avazla reddiye verdim. Muhbirlerini çağırdım, bir kısım videolarını, resimlerini, delillerini verdim bunlara. Şunda. Çünkü qarindoshlarimiz barmak izi bermeymeyen degen çağıda aşı miltiq kuralınınki kosmosu bilen
Barmaklarını sunduruverdi ya bizim kardeşlerimizden. Kollarını sunduruverdi. Tayland'dan sakçıları. Bağlap, şu biz resimde köygen okşaş bağlap, bir metre kuvatlar kıyarken sulap gitti Tayland'dan hükümeti. Bu yer elbette sarang oldu siz. Evet, eğer Kalın zulüm gitsiz. Bunların hemmisinin delilleri var. Doktorxanaga apırıp koygan bir Uyghur, kıçıp kitemi gidip, davalandığın yeri bedende, koluğa zincir halkını kümep, tamı esip, davaladıydı. Bunun resmi videosu var bende. Sakçıları yolda bana çağda bir Malezya'da bakın iş, tekşüreydi. Bu gariplerin üstüde öykü koyuda işenci yok, pul yok kaldı. 1-2 dolar. Kulluqdaki ziyaresi, halkısı, üzükleri, dadı satkan kalı mozayının pulusu, öyünün pulusu ya, karz ağın pulusu var bunun, hicreti çıkıban da hep. Bu ne? Malezya'nın Müslüman ve Hindu sakçıları bulap, urup, mafya, koça, motorları bilen bulansılı kalganlığa bizim Uygurlarını peşkeş çekti ya. Netçi peşoğa verip, netçi bilen ciderleştim ben. Videoları var bulan iki. Evet, ben sizge kalısınız. Korkup gitti. Çünkü ben bununla bedel töledik bolsa, ya Rabbi, ma qanday bedel töledik bolsam bedel. Çünkü biz ağzımızı yakısak iş olmaydı. Ular tölegan bedelni his qilishimiz, ular bilan birga turishimiz kerak edi. Bu qarindoshlarimiz shu yerda terlab, havo ololmay, sirtqa chiqolmay, burunlarda 2 haftada bir oilalarini bir yerga keltirdi. Ama qarindoshlarimiz, aka, ma qarindoshimiz xotin bolalar bilan kurashmagan 2 oy bo'ldi. Nima 2 oy bo'ldi ukam? Bu kishi sal aqlli, sal shash, kompüterden bizden Türkiye'nin alakasını bağlaganda tutulup gitti. Bunun ayrım ceza verip 35 gün 40 gün buna bir kişilik hücreti kıvvetti dedi. Poklakhan'a çıkıp tıkıptı bugüyle. Kalıdan ketti dedi. Bu karındaşlarımızın ne içinişlik takdirdir ki %75, %85 masanını bilen tuberkuloz, verem, öpke kesilip oldu. Aş misafirlandım. Demek meşhur Tayland zindanında tutulan karındaşlarımız ve hakeza Malezya'daki bir kısmı belki. Tayland'dakilerin %80, %85'i öpke yolluk tuberkuloz oldu. Doktorxana kapatsak davalamaydı. $100, $200 birimiz davalamaydı. Ayada hemillaha malum 2014'ün ahirinde 10. ayının keyinde 4 yaşlık 5 yaşlık bir balımız var idi. Abdullah Abdülveli. Hemillaha inik bu. Ya. Bu balımızın şu turmuda evvelle bu balımız tuğan çağda aşı balımızdan turmudaki resmi hayattaki güzel çırayı var benim gözümde. Bu bir anının balısı emes miydi? Bu bir anının kelgüsü emes miydi? Ben çıkanmadım balamını hep çıkanlara bir tonumaydıgan bir kardeşimiz amanet koygan bir balını biz Uygurlar özünü belki yetersizlikte eyiplesin layık bilen hizmet kılanmadık biz. Meşrep oynap alem sapa kıldık yok. Biz bunun hakkını veremedik kardeşim. Allah benim mi? İnşallah şu yoldaki kılanmagan acizlikimini öze yapıksın. Bu balamaz. Nayeti mühim bir iş. Öpkü yolluk tuberkuloz buludu. Öpküsü veyran oldu balımızın. 4-5 yaşlık Abdullah Abdülveli'nin. Bu balını ben hep yalvarıp gidip doktorxanaga götürdüm. Hatya'ydaki bir emmi doktorxanaga, çoğun doktorxanaga. Bu balımızı kim hamra kıldı bilir misiniz? Anna Ruhana deydiğen 34-35 yaşlık burunki hayatı Budist bulup ötüp ondan bir qancha zaman evvel Müslüman bo'lgan bir kızımız. Taylandlı. Dedi ki ben bu balını özümün balısındaki gördüm Abdülkadir dedi. O sanımız hiç gündüz demey o balımızdan bir anının şefkatini gösterdi o balığa. Ve ben yalvarıp gittim. Türkiye hükümeti sınap baktı. Ben Birleşken Devletler yalvarıp gittim. Tayland işkili işleri yalvarıp gittim. Hat yazdım. UNHCR'a bilip yalvarıp gittim. Çünkü dedi ki Türkiye hükümeti Abdülkadir bu yolunu açsan aç. Özanla münasebetini kıl. Eğer bunlar kabul kılsa Türkiye'den mahsus ciddi kişisel kutkuzuş ayrıpılan ekilimiz bu balı Türkiye'ye biz aparımız dedi. Bütün çıkanları biz götürümüz. Biz yazdık ama biz diplomatik bir organ boğandık ki biz yaktı da bunlar. Türkiye'de dadısı diyen kişinin tapım ben de hep dadısı diyen kişinin bu dadısı emez inek. Lakin bunu hemra kılgan balını taptım. Onun avaz sohbetleri var. Onun vakti gelgende bilemem ben. Yalvarıp gittik balımız başta korktu. Vekalet verse Xitay'a kaytırımda. Elbette ulanın psikolojisini düşünüş gerek. Geldi. 12. ayının 20-23. günleri balımız alem nütkendeki mesnaf baktım. Lakin ayada yeni yıl demilişi, su afeti, hükümetlerinin şembe demilişi hep sen işler geçip kaldı. Allah bildi 1. ayının 4. günüsü hem de karısak bu bedenine bu yerden götürüşüne haceti kalmadı. Tayland'ın devletine
Kıyametkiçi yüzüge kara bir dağ bolu süpütü bilen mi bir nişan buludu? Bir muhacir, bir mazlum balının hayatı Tayland'da, zindanda, Tayland hükümetinin mu Xitayga vergen yanbastılık yolu bilen yokutup gitti. Kimden boldu? Bu balını şu doktor hanımın ki ölek tutuldurgan muzhanesinden hep çıktık biz. Elhamdülillah bunu yerli koyduk. Bu yerli koygan çağımızda şu tug'ilishda yetim, hayatı yetim, ömrü yetim, ümidi yetim, hicran ve hicret yetim qolgan xalqimizningki oxirlashgan umridagi bolasının janozasini Allah yetim qo'ymadi. 300-400 Taylandlik Müslüman şu meyitinin cenazesini toprakla birlikte düşürüp koyduk. Avustralya'dan kardeşimiz geldi, Abdüselam. Türkiye'den kardeşimiz geldi, yine ben geldim. Özümüz kolumuz bilen şu küçük balımızla. Çünkü ben onu rüya çağda özenli balısı geldi közemge. Oylap bakan 4 yaşlık balının dünyanın qaysi bir devlete cinayet kılsız usuga. Şundak. Hoş. Şunu bilen Türkiye'ye gelen kardeşlerimiz elbette şunçılık matemde Allah Teala bu kardeşlerimizin şunç tatkan cepa zulmunu yaş günler köstü koydu. Hazır hicretten çıkıp, vatandan çıkıp, Türkistan'dan çıkıp değil, İstanbul'a gelen kardeşlerimiz asta aklı bir şey kelip, hakikatini görüp, biz hicretke çıkıptığımız yok, bizni kuvvetkenlerini koygun yetidu. Biz Kayseri'ye hicret kılmışsak bulmaydı iken tutup, ötken yılı 2015 birinci ayda kelgan kardeşlerimizin sani 50-100 kişi, 150 kişi itti. Ahırlaşsak 2016 7. ayının 26'daki bu yönki sanımız takmilen 2000 kişi gitip oldu. Kayseri'ye kelganlar. Kayseri'de ben. Buların içinde 300'den artık 360 tek balımız Medeni Marif Mektebi'de hem okuydu. Onun içinde dini mektepte mi okuydu elbette. Yine bu olsa özümüzün ana tili de 6 sınıf açtık. 6 sınıfta yesli 4-5 yaştan başlayıp 15, 16, 17, 18 hatta 20 yaşa geçe grup kimin nemeye ihtiyacı varsa 12'de okutucu muallimimiz var. Bu kardeşlerimizin bir 30-40 tanesi bir yer kelip bakmaçılık kıgıltıdı, bodakçılık kıgıltıdı, dehqançılık kıgıltıdı. Türkiye halkının ki samimiyeti bilen bula zavutlar işe orlaştırıp durdu. Hatta bir kısımdaki vatanda buğalter, tuğut anısı degenler anca münce bazı yerlere birip haksız bolsun bir iş kıvatıdı. Demek bu yerde halkımızdan çıkış arzuya özüge bir şerait payda kılınsa keşke bu Xitay hükümeti bunu kısa yaxşı oladı. Vatandan hicret kılmaydık. Buları demek siz erkin yaşaydığın imkan versiniz. İnsanda yaşaydığın hukuk versiniz. Tam muamele kılsınız. Bula demek özüneki bu hicret şaraitidir mi? Asta Türkiye'de bir bexatar emin yaşaş şaraitiga erişkendekin özünün turmuşunu qandaq tiklash üçün bir işga kirişiyotu asta-asta endi. İnşallah. Demek halkımızın qolidan har xil ishlar keldi, önergan xalq deb qo'ydi-ku Uyg'urlarni. Elbette. Yana bo'lsa yaxshi ish. Endi buni Seyit Tümtürk efendim o'zi vaqti kelganda e'lon qildi-yu. Bu xalqimizningki Allah tarafından berilgan bir ta'lim bo'lsa, biz bekar tutmaymiz. Bütün dünya Uygurları yakında Türkiye'deki Uygurlar için zaten bununkiga o'xshash mengü bo'lmusu mu? Çünkü ömür mengü emas. Bularniki şu tatkan azap uqubatlarga loyiq bir rahatlanishni. Az deganda bularning öy, mülk, zemin egiligandikini, bularga ayrı bir bog' bo'ston dehqonchilik qilsa yer berdiganligining hikoyasini ve onun teşkilik sistemini Seyit Tümtürk efendim inşallah vaqti kelganda e'lon qildi. Onun için Uygurlar vatandan çıkıp nerede serkandar bulursa bulsun, ümidini, niyetini ve nişanını vatandaki azatlık olsa başka yerlerde izlemey, başka yerlerde kılmay, Şarkı Türkistan'da kılışkı diyorsun. Onun için yaşasın, müstakil Şarkı Türkistan halkının geleceği için özgürlük hizmetini hiçbir nersini çekinmey, Allah razılık çıkaran halkımız hem Allah'a köp rahmet. Nayet köp rahmet sizge Seyit Abdülkadir Efendi. Musafirlar to'g'rida nayet inchik ham nayet muhim uchurlarni bildingiz va televizor ko'rurmanlarimizdan nayet muhim xabarlardan, uchurlardan, hodisalardan xabardor qildingiz. Buning uchun ko'p rahmat aytamiz sizga. Hurmatli ko'rurmanlar, yuqorida Açıl televiziya programmamizdagi kuzatish va analiz sahifasini ko'rdinglar. Bu programmamizda Uyg'ur musafirlar faoliyatchisi Abdülkadir, yani Seyit Abdülkadir Tümtürk Efendi bilen söhbet edip badık. Hörmətli televizor köygüçülər, analiz ve küzetiş programmasını görüp atısılar. Məzkur programmamızdan davamını kelar qitim görümüz, kelar qitim görüşkice aman bulunlar. Xeyir olsun.
Xitayning qonun va adliya sistemasidagi adolatsizlik, shundaqla inson haqlariga ig'ir xilof oldiki qiynab ixro qildirish, turmalarda davom qilayotgan tutqunlar va jinoyatchilar ustidagi xo'rlash qatorliqlar dunyo jamoatchiligining izchil tanqidiga uchrab kelayotgan bir ahvol. Xitoy turmalarida shunday qismatlarni beshidan kechirgan ba'zi Uyg'urlarning pash qilishiga qaraganda qorong'u zindonlarda bo'libmi siyosiy jinoyatchilarga qartilgan jismoniy hamda ruhiy jihatdagi xo'rliqlar texmi eg'ir bo'lib, o'zining hayotining 18 yilini Xitoy turmasida o'tkazib, oxiri yo'riqlik ko'rgan shundoq bir hayot shohid Adil Abdug'ofur bugun ochil ekranimizda o'zi qamalgan Xitoy turmasining qabih va qorong'u sirlarini dunyoga ochadi. Assalamu alaykum, hürmetlik Adil efendim. Sizning turma hayotlari 18 yillik turma hayotlari va 5 kechirgan. Turma ichida va uning sirtida nurg'un shohid bo'lgan, boshlaridan o'tgan nurg'un qismatlar va mush 18 yillik turma hayotlari Xitoyning qandaq bir jinoyat atib silga mush turma hayotlari o'tkazgan bo'lsa, mush to'g'riliq bir so'zlab bersinlar. Men o'zim bu 18 yillik turma hayotimni so'zlashdan burun qisqa o'ylamdan kelib hayotim men turmaga oson kirib qolmaydi ekanmiz. Men jamiyatning ta'siri, o'sib yetilish, tarbiyalanish, cho'ng o'zgartiki bir muhitning ta'siridan andan yetildi ekan bu. Mening oilam yani Xitoy ishg'oliga 1949-yillarda Xitoy Turkistonga to'g'ridan besib kirgan vaqtda cho'ng yer zaminlik, yani diniy e'tiqodlik, yani diniy va islomiy quyuq milliy bir tuz olgan madaniyatlik bir aile. Shundaqla uzundan men Çin Suvasının zamanını tatib Xitoyga qarshi bir harakat bo'lib kelgan. Xitoyningki ilgirki va bugungi hokimiyatlarning ko'p qatim tirkishib kelgan bir ailedan kelib chiqqan bir. Shu ailening bir farzandi ekanman. Shuningdek mening ota-onamninki ota-bobolarimiz cho'ng uyninki ota-onamning ota-bobolarini shu 49-yillarda yer zaminni bostirib etib yo'qotib degandek. Shu Xitoy ishg'olidan boshlab bizningki Xitoy bilan bo'lgan bu tirkish 3 kishi cho'nqur qalbimizga o'rin tortib ketdi ekan. Shuning bilan biz bu shu Pomchik Baylik ham Zo'migar degan oilalarga qatorida bo'lib 1980-yilga qadar Pomchiklarning, Zo'migarlarning ko'p zulm chekishi qatorida bizning oilalarimiz shundan qatorida Xitoyning zulm muomalasi bo'lib kelgan ekan. Anam shu chaqda 80-yillarda shu bizning konu Türk yezigimiz Çağatay yezigi deb qo'ydi. Biz shu yeziqlarimizni ko'p asarlarni o'qigan va bilgan, ama o'zi qari Qur'on ayol ekan. Shu onamdan o'rgangan xatim bo'yicha shu Ahmed Yasvi, Babrahim Mashirib, Alisher Navoiy qatorliq klassik adab shoirlarning asarlarini ko'p o'qigan bo'ldim. 80-yilga kelib ondan men diniy o'qishga qadam qo'yib, ama shu 88-yilga 90-yilga qadar azizga bir dinda tarbiyalangan bo'ldim va hunar kasb bilan shug'ullangan bo'ldim. Fanniy maktabda qanchalik o'qidingiz? Fanniy maktabni shu 76-yildan tortib, endi 76-yildan 80-yilga 4 yil o'qigan bo'ldim. Shu chaqdagi latin yezigida savodim chiqib ekan. Ammo shu chaqdagi konu turk yezigida, bizning konu uyg'ur yezigida, hozir uyg'ur yezigi emas, shu Chag'atay yezigi degan yezigimiz savodim chiqib qoldi ekan. 80-yillarga, 85-ga shu araliqda madrasada o'qigan bo'ldim. Ana o'zim ba'zi she'r asarlarni yozgan bo'ldim. Shu orqali 88-yili idamni o'tmayman bu Xitoyga qarshi bir she'r yozgan bo'ldim. Shuning bilan 88-yil Xitoy tunji qatim tutqan. Tutib 2 oy turmaga tashlab qo'yib berdi. Ya'ni chiqib turmadan chiqqandan keyin yana Xitoyga qarshi kuchli bir maydonda bo'lib keldim. Bu she'rni nerede e'lon qilgandingiz? Bir matbuotmi? Nimada? Ma'lum. Bu 10 ko'plikdagi she'rda shu chaqda buni esimda qolgani bo'sh ekan. Shu mayli yezib shunda taqat qilgan. E'lon qilinmagan yezib shunda taqib yurgan, endi o'qib yoki so'rla degandek. Ana shuni bilan men shu 90-yillarga kelgan vaqtda Aqto'y voqeasi o'rtib chiqqandan keyin Qashqar butun diniy ilm ma'rifat markazlari taqaldi. Chet tiliga chiqish o'qib
o'qib qilish sharti bilan istigi bilan chet elga pasport istedim, pasport bermedi. Shuning bilan angacha yana ba'zi tashkilotlarga aralashib qoldim. Shuning bilan men tutishga buyruq chiqarib, vatandan biroz ish kuchga qechib yurgan bo'ldim. Shu aralaqda men biroz xarid ko'rib, Atishdan piyoda yo'l menib 28 kungacha aralaqda Tojikistonga chiqdim, tog'i bilan yo'l kesib. Men chiqqanda O'zbekiston tunji qatim shu Tojikistonga chiqib, Tojikiston O'zbekiston shu atrofda yurgan bo'ptimi? O'zbekistonning Andijonda yurib, shu vaqtda Xitoyning bu zulmini anglatgan bo'lib, Sharq Turkiston islomiy ozodlikni tashviq qildi Toshkent tarafida, Andijon tarafida. Shu orqali O'zbekiston hukumat tutib Xitoy tashlab berdi, to'yli qo'lga oldi. 91-yildan keyin 95gacha 4 yil Aqsu Tarimda turgan bo'ldim. Shu jarayonda Aqsu Tarim logoyidan ana shu bizning Qashqardan, Xotandan, Aqsudan, Ko'l tarafidan yig'ilgan çok büyük ustozlar shu Xitoyning shu din va vatan davası bilan qo'llanilgan büyük ustozlarninki qashilib birlar shu jazo o'tagan bo'ldim Xitoyning qo'lidan. Shu orqali ularninki 5 yil qashib turib, texnik men bir katta bir maktabga kelgandek o'zimga ait xo'sh bo'ldim, his qildim. Turma kelgan bo'lsam, Xitoyga eng qarshi kuchli qalam egillari, qalam sohiblari, ilm egillari bilan bir yerda o'rtaq jazolanishga şerefki bu nail oldum. Hem bir ilim ügünüş fursatı mı iyi oldunuz? Bu jarayonda demek ki bir ilim öğrendim. Demek ki hem de mükemmel sistemle bu terbiyelenik imkan bulmasa fakat biz düşman kim, dost kim, tarihimiz bizge nemi demekçi Uygurların ki bugünkü ötmüşki ve kelgüski takdir kısmetleri kandak ötken ve bundaki kandak ötmekçi azık ahvalda bunun kandak biz tayarlık ve kandak bir plan projesi buluşumuz gerek degende bir qatar muhim bir bilimlarni ularni olgan bo'ldim. Shu aralaqda Kinog'ulji vaqasidan ki o'tirg'i chiqadiganligining ba'zi alomatlarini bilib, yana 97-yillarda G'ulji vaqasiga ishtirok bo'lib, buning quyruqlariga aralashgan bo'ldik. Shu orqali G'uljiga borgan bo'ldim, Urumchida yashagan bo'ldim. Shu orqali Urumchidagi G'uljiga ba'zi voqealarni biz aralashgan bolalar yoki biz sababli sodir bo'lgan bo'ldi. Xitoy tutish buyruq chiqargan bo'ldi. Shu orqali men 5 yil bukib yurib, Ishkir o'lkada yurib, oxiri 98-yili 2-oyda Beijing aeroportida chet elga chiqib ketish niyatida bir pasport ishlatib Beijing aeroportida qo'lga tushdim. Shu yerda turdim, tutib oldi. Lekin shu kelgancha 2-chi qatimliq qo'lga nishonlandim. 2011gacha bu yerda yetib qoldim. Qaysi yerda turmada jazoni tutdingiz? Urumchida Beijing tutuldim. Urumchiga keldim. Urumchidan Qashqarga keldi. Qashqarga 2 yil so'roq berdim. Ana yana Urumchiga o'tib, Urumchi shu yana taraqqiyot rayoni deb Urumchining shimolida bir. Bu yerda shu bir cho'ng turma rayoni ekan. Bajav turma deb birinchi turma deb shu yerda jazo o'tdim. Turma shu yerda davomlashdi. Hamda turmadagi jazo o'tish jarayonida qanday qiyin qisloqlarga asosli qilib qanday qiyinchiliklarga o'zingiz uchurdingiz ham qanday qiyinchiliklarga shohid bo'ldingiz? Endi bu turmudagi bu qiyinchilik masalasida biz endi u Urumchiga Beijingga kelgandan keyin Urumchidami Beijingdami so'roq qilindim. 2 oy Beijingda turmada bo'ldim. Shu chog'da shu Qashqar viloyatlik JX idorasiniki başladı. Haşim Çocuğan deydiğim bir adam beripti ki şunu bilen verdi bir 5-10 gün so'roqda bo'ldim Beijingda. Ondan keyin Urumchiga o'tkadi. Urumchida shu avtonom rayonlik Xitoy nazorati bo'yicha birinchi turmniki shu nopozlik jinoiy ishini tutib so'roq qiladigan bir ayrim bir o'ringa kelib tashlagan bo'ldi. Endi bu jarayonda endi jiq tayoq to'qmoqlarmi bo'lmadi emas. Azobli bo'ldi. Undan keyin Qashqarga o'tib, Qashqarda 3,5 yil atrofida bu yerda Qashqar viloyatlik o'tir xalq sud mahkamasi tarafidan, taftish tarafidan, Qashqar viloyatlik saqchi tarafidan so'roqda bo'ldim. Bu mezgildami nurg'un munozirlar yoki shuningdek azob oqibatlar bo'ldi. So'roq qilganda u hamda bizning odamlarimizning gerçi Uyg'ur so'roq qilgan bo'lsa-mu, bizning Xitoy tarbiyalagan gibi odamlarni bu odamlarning og'zidan chiqayotgan bu til haqorat, bu bema'ni gaplar
Singillerimiz, xotin qizlarimiz qanmagan, tilganmayın, haqorat qilmagan. Biz ular degan gapni biz demedik, chunki biz ularga o'xshamagan ekan. 2000-yili 9-oyga, uni 12-oyga qadar Qashqar bo'lib qoldim. 2000-yili 12-oyning 13-kuni o'sha tunji qatim Urumchiga kelgan bo'ldi, shu turmizga. Shu yerda shu beshimga xalta kiydirib qo'limizdan shekar zanjir kishilar bilan chetib degandek shu Qashqarda keltirgan xaltani Urumchiga bag'ishlab butun buni qo'lqamizni etib hech kimni ko'ketmay 9-10 odamlar shunday 8-15 askar 2 mashinadan shunday qorshab elib ketdi Urumchiga. Endi biz Aqsuv turmida bir az tashkilot qura olgan yoki ba'zi ugnishlik qila olgan hamda. Ama Urumchi turmum biraz ugnish qilgan sharoiti bormi deb men bir inglizcha Hanzuchi yoki boshqa tilni pishib o'rganam degan niyatla biz materialni ko'tarib beribdimi? Nada uni barsak u yerda u materialni nada butun ochirib bizni qilib yalang'och qilib 12-oydan berib ekanmiz, Urumchiga qaqat qo'yib ketgan. Shu mezgilda hammamizni yalang'ochlab butun kiyimimizni anamizdan to'g'mi qilib to'g'izib qo'limizdan tekishan selib qazib to'g'izib qo'ydi. Butun kiyimlarimizni hammani qajib kesib ketdi. Axborot qanday bir maxfiy bir narsa chiqib qolar degandek. Bir de axir qilib etibdi yotgan ko'plarimizni kitob qacha kiyim-kechikni hammani. Shundan keyin shu paytda 5 soat turib ketdi qada, keyin bir yo'g'on bir bizga mos kelmagan bir qat kiyimni ekilib kiydirib qo'ygan bo'ldi. Shu orqali akşam bo'lgan vaqt bir qavat shu uyda ekan, koni uyda. Qarasak keyin o'xsaq shu Hüseyin'in zamanında şu merhum büyük ustazımız Abdülkadir Damullam Şehidan'ın oğlu Abdülaziz Maqsimni qamalgan turmamış ol deb anladık. Şu tümürge turgun taşlagan bo'ldi yaptık. Yani şu yerda 9 oygacha ko'milgan kun qolmadi. Chunki u yerda tashlangan vaqtda biz qilgan echir ketib, butun bedenlerimizga bir yupishmas bir qat kiyimni kirib tashlab bergan bo'lgan ekan. Yüzümüzge maske kelmagan bir kiyimlar. Hele yüzümüzden akaga yotgan ko'plarimizni mazdan seriplan bir yerga paqal saqandek sepbergan bo'ldi, yatdik. Taqiyatli shayxning ustida. Endi bu birinci ay o'yinning ichida tok, yaqimek, par degan bir narsa yo'q, qattiq so'g'oq. Shu degan soat 2da saat 10da taratga chiqdi. Kech soat 10 taratga 2 vaqt taratga hajatga chiqamiz. Boshqa vaqtda endi so'g'oqda butun tamoq so'g'oq, havo tek so'g'oq to'ngab ketdi. Asasen bütün çoğu işlerin hemisi şu kiyim-kechik chiqqan bo'ldi. Tarix sundirib desek uni qat'iy unumaydi. Shu orqali ham de turm ichida bunda o't qalg'idagi isitmalar yo'q. Yo'q, ham hammamizning put qo'llar shu zenjik ishin chetiqliq birimiz bog'liqlik. Shu orliqda ham de misol deganda hojatxonaga chiqsak, hammamiz xullatil bir-birimizga chetib putumuzga uch kelsadanlik, qo'limizni silib, chetiqni putumuzga chetib qo'yish, o'milib, ingishib mangamiz. Hammamizdan putadan zanjiri bir-birimizga chetiqliq. Ayna 30-40 adamni bir hojatxonaga chiqdi, qayerib ketgan bir saraning hojatxonasidagi bir usti uchuq, ipiqliq emas bir yer qator o'tirib shu yerda hojat qildik. Demak, qo'limizda hech qanday bir tozalik qildigan tariximizni aytadigan bir narsa yoki bir chamma yoki maz qog'oz bir narsa, bir latfeti bir narsamiz yo'q. Shu qo'limizda tozaladik. Shu orqali shunday yashadik. Kunda 2 qatim 24 soat 2 qatim hojatga chiqdik. Shunday qilib qarda yalang-oyoq turib ketdik necha ay. Demek bütün keçildirim hava bek soğuk olgandan keyin to'ngab ketgandan cho'ng ishtaratni hammasi kiyimiga chiqadi. Tartibimiz qistab ketdi desek, vaqtida chiqmay shu tayoq to'qmoq, shu yo'g'on oyoqni kiyib kelib desep, jiqbalni put qo'llar sungan bo'ldi. Shu zanjir kishilar bilan shu yerda urush maydonida o'lgan odamlardagi bir-birimizga duylashib, bir-birimizga hülinib, aynan yatmasak to'ngab ketamiz. Aynan yatdik. Hammamizdan misol deganda ya akşam hojatxonaga chiqsa qator chiqdi. Hojatxonaga berib navbatda tarix sundirib kirib o'xshanlik ishtonning ichiga chiqib bu cho'ng ishtondan ishton to'nglab ketgan, daftar qochib ketgan. Asosan endi bizda 80% adam hojatxonaga tarix qilolmaymiz, kiyim-kechik chiqdi. Ana shu kiyim bilan aşağıda 3-4 ay yetib ketdik. Ya yuramadik, qo'llarimizdan tirnoqlar o'sib ketgan, soqollarimiz o'sib ketgan. Tırnaqning qo'llari mesela hojatxonada o'zimiz tozaydigan vaqtda şu çok iştaretden hemen kolumuzda etmezsek olmaydı. Ezdiğen bir nersemiz yok. Hani şu kolumuzdan yani kiyimini redleyimiz, hani şu pet kirimiz kolumuzun çatıda hiçbir juiş imkaniyetimiz yok.
Acını şu bir hak yemegen eşip kalgan oradan ton tizekte kaçıp ketken oradan taşlap durdu. Onu yemeği desek yediğin başka nersimiz yok. Hem de ölmesek inşallah onu taşlap durdu. Onu yemesek bulmaydı. Onu alımız. Hem şu aylarca neçe 10 yıllık kolunu juyulmagan kollarımızdan aralarında çok kişi tarihten şu kolları kaçıp ketken kolu uğulu bitip durup hem onu yemesek bulmaydı. Hem de yüzümüzde juyumuz desek bir dasqa Xitayning qaysi boyunca bir dasqa kichkina bir kiloya bir nugay suvni qo'yib qo'ydi. Shu 15 yildan shu suvda sirt ehtiyotmay shu suvda juyimiz. Bir yerdan juyib su qardab ketdi. Andan bu qop qarmayne suvda aqa qilib juysan deydi. Juymaymiz. Şöyle jumay yetib keteli degandek niyat bilan ana qo'llarimizni jumay qo'llarimizni ashunda yetib ketdi. Bu xildagi turmush bizga 7 oy davomlashdi. Barliqda jo'q bola kasal bo'lib ketganlar bo'ldi. Aramızda ölüp ketkenler bo'ldi, elip chiqib ketdi degandek. Shunda 7-8 oy davomlashib o'tirmuş. Davomlashgandan keyin axiri bu yangi turmuş kelganlarni tarbiyalash markaziymiş bu. Shundan keyin 7-8 oydan keyin bizni boshqa atletlarga turumning ishlab chiqarish o'rinlariga bo'lgan bo'ldi. Ishlab chiqarish o'rniga borgandan keyin andiza biz va ishlab chiqarish o'rniga borgandan keyin va 5 yil yashagandan keyin andiza biz put qo'limizga ko'z kishim bilan chetilib bog'lanib shu yerda ashda oylarga put qo'limizni yuyolmay ashda mehnat tarat yo'q qo'llarimizni mo'miyib kiyimning ichiga butun cho'ng taratni kiyimiga chiqarib ashda poq sudiki minib yotgan turmushimiz bek yaxshi turmushga didoq kiyim ko'chib borgan yerdamdi. Men shu yerdamda qachon uqmayman men har kun 2 soat tayoqla yedik. Hem de kış vaktinde kalın kiyimini degandek. Misal hem de ben bir vakalı gidip versem çok bir zalның içine qatar su çıkıp durur eken şu monjuda juyungan boldum. Juyunaydım ağzımı çaqap hem de kulağımı juyup egz burnumni çaqaptım. Çaqsam qolib bir Xitoy to'lab sen tarix alding dedilar. Urib ketdi. Şunu talaga chiqib bir qadiyat qo'zib chiqib urib etgan bo'ldi. Echirib Xitoy saqchilarining ishxonasi ochilib bergan bo'ldi. Men tarat olmadim dedim, o'g'lim tarat oldidan shundan jiq urib ketgan bo'ldi. Keyin 2 soat urib, bo'ynimga shu yerni so'rab chiqib, shu juynaman deb bedellarimga sopullarni sugib etgan yo'l bedenni talaga qadi jumultu yurib, echirib, topulda so'rab yurib, andan beden layulab ketgan shu bedenge kiyimni kiydirib, bir 25 kilo keldigan bir taqtayni bir oy bo'ynimga esib qo'ygan bo'ldi. Misal hem de. Şimdi misal bu yer turumdan içinde hem de mesela bu siyasi mahbusunu birbirimize gep kurdurtmaydı. Birbirimize odurduğun bir mesela bir yatakta 20'den olsa onu bir tarafga tizip, 2 ret qilib tizip, bir-biriga qaratib, bir-birini teskiga 50 o'g'in saqan vaqtli bo'ldi. Endi men bir qarindishimni teskiga birini ursaq, u meni birini urdigan qaratib. Agar uni biz urmasak u mening qarindishimning qashilgan ishga Xitoy saqchisi yoki Xitoy jinoyatchisi turdi. Mening qashimni ishga turib kaltak tutib turdi. Agar biz bir siyosiy qarindishimizni qattiq bir olmasak, boshqa urib qo'ysak, u kelib bizni urib o'lgidek darajada urib etgan ishlarni ajib bo'ldi. Masalan, o'lgan bolalarni ajib bu sharoitda. Masalan, Kuchadan Mahmud Petta deymiz. Shu To'qizaq nayisninki Sayvaq yesidan Turg'un Sidiq deymiz. Hizmet Nayis'ninki Kızıl Yesi'den Ahmet Hekim deyimiz. Şunundaki yani nurgun ballı bak. Şu sen siyasi cinayetçinin yani üzerinin qarindishini olmadı deb vurup öldürgen ballı turunun içinde. Turunun hayat çıkış için birbirimizni uraylı degandek. Olmasak ötürüydük. Cıklarımız ölüp ketdi turunun içinde. Hayat çıkıp ketiş için hep çıkıda turmadan deydiğen bir gayini amalga oshirish uchun bir-birimizga qo'l solgan bo'ldik. Shu orqali jiq bolalar bir-birini o'lmagan bolalar jiq o'lib ketgan bo'ldi turumning ichida. Bu voqealarni so'zlab kelsak, endi Xitoy bu millatning ikki shaxsi yo'q, surishti qiladigan odami yo'q. Hech buning sahibi yo'q, ishi yo'q millat bo'lg'achqa Xitoy bu o'zini kuchli ish qiladi. Bu Uyg'urni qanchalik qirib, qanchalik o'ltirib, qanchalik qirg'in qilib, qanchalik buni yo'qotsa, buni xalqaro dunyoda hech kimning surish qilg'idek bir imkoni bo'lmaydi, ham qilolmaydi. Deb Xitoy bu darajada turmush zulm yurgizadi. Masalan, endi
Bizningki bular shu junub tarafdan kelgan Qashqar Xotan Aqsardan kelgan qarindoshimizning to'lisi savodsiz qarindosh to'l keladi. Hatta Uyg'urchani bilmaydiganlarimiz jiq, Uyg'ur yozig'ini yozolmaydigan, ismini yozolmaydiganlar jiq. Hamda Xitoy o'zining tilini o'rganishga nihoyat qistaydi turning ichida. Xitoy tilidan boshqa hech qanday til so'zlamaslik. Shu orqali hamda Xitoy tilini o'rgangan bolalar biroz Xitoy soqchilari bilan yoki jinoyatchi bo'lgan turmalik yotoq boshliqlaridan gap qilisha olgandan keyin azroq o'tirdi, tushuncha yozilib, ular biroz tayoqdan, xafalikdan bunda xoli qoldigan bo'ldi ekan. Shular faqat Xitoyning azob oqibatlaridan va tayoq to'qmoqlardan qutulish uchunla faqat Xitoyga xushomad qilish yursidan Xitoy tilini o'rganish. Biz inson emasmanda u azoblar, o kulfatlarga bardoshlik berib ololmay Xitoy tilini o'rgansak yoki o'rganyapmiz desak, ba'zi sen yaxshi deb bir yaxshi bo'lish bilan biroz tayoq to'qmoqdan qutulib qolamizmiki degandek istak bilan o'zining ona tilidan bir şey qilib yozolmaydigan, bir şey qilib adabiy tilda so'zlayolmaydigan qarindoshlarimiz Xitoychani jiq o'rganishga otlangan bo'ldi. Yani şu aralıkta Xitoy dediki ve biz ahvalımızı qarab Xitoyning hamisha deydigan gapi o normal gap, har kim deydi. Xitoy tili butun dunyoni qoplaydi. Shuning butun dunyoga bizning kuchimiz, siyosiy, iqtisodiy, askariy kuchimiz, nüfus kuchimiz dunyoga tahdid bo'lib o'tadi. Butun dunyo bizdan qo'rqib o'tadi. Sen bizga qarshi chiqib ishim qilolmaysan. Bu zamoningni herkes bizdan qutuldiranmaysan. Qaysdan bu Şinjan azelden senin biz besib olgan, herkes sen bizni chiqaranmaysan degandek gapini hatta Xitoy soqchilari bizga nayt, yana deganligini aytib ko'p. Barliqdan sening tiling til emas, sen odam emas, xanzuj bilmagan odam emas, ular hayvon degandek tilni anda ko'p qilgan degan. Endi ba'zilarimiz misol men endi bu haqoratlik chidab bo'lolmay, men bugundan tortib bir og'izmi Xitoy tilida so'zlamayman, ona tilimda so'zlayman degandek kitoblarni yig'ib tashib etib, biz aylar, yillar nurg'un qarshilashib, qaranliq kamerlardan necha aylar chiqmagan, deganda kichkina shu qaqdek bir yanaqdek bir nom bilan vujudlarimiz kelishuvchilik nom bilan vujudlarimiz muomala berdi. Shu 20 soat ichida yegan narsamiz o'zgarib kelmaydi. Shunday talay aylarni o'tkazgan vaqtlarimiz bo'ldi. Demak, odam faqat ruh bilan bu zulmga, bu tengsizlikka, bu haqsizlikka bosh egmaydigan qat'iy qarshi turadigan bir ruh bilan inson oziqlanadigan, yashaydigan deb qoldimki, agar inson nom bilan ashdan uyi turadigan bo'lsa, bizning Xitoyning turmushdagi bular asosan shu o'zi o'zgarmas jahillar birdan bir yo'qotib etmasak bo'lmaydigan odamlar qatorida muomala qilinadiganlar. Masalan, nurg'un shunga bizlar turmada chiq odamlar Xitoyning bergan har qanday dorilarni yemaydi, og'rib qolib qolsa, hech bo'lmasa yedim deb og'ziga ilib, chaynab, gelin o'tkazmay tukirib etganlarni aytib bo'ladi. Demak, zaharlab o'ltirilayotgan ishlar yo'q emas. Hem degandek endi bu bizning hayotimiz, mening asosan 2010-yildan 2011 kadar hayatim, 11 yıllık hayatim bundan öttü. Hem de misal 2015 yılı Rabia Hanım turumudan çıkıp ketken vaqtida hem de turumuzdaki bu vakani biraz xalqaro bir deptike misal deb anladık. Birleşken Devlet Teşkilatı'nın adam geldi turumuga, kelip turumun tekşigini kelgan vaqtda bizni 3000 dek adamni tuyuq so'zlam atigan soat 8 yig'ib, qo'limizga bibudligidan so'n tutqizib, bibudidan nonni berib bilan yarasiga solib etdi. Ayna qilib 3 kun bu yarasi turdik. Bu 3 kun kep qilish mumkin degandek gap bilan. Endi chet eldan mayli davlatning yuqori o'rinlaridan ma'mur davlat xodimlari kep qolsa, qat'iy bizni kurashtirmaydigan va paranlaştığımız bizim bazı dert elemlerimizni, arzlarimizni qabul qilib qo'ymaydigan. Misal unda odam kelishdan burun taş qoladi, suv ketadi, taş qoladi, o'smi ketadi, qash qoladi degandek maqol templini taqib, yana sen biz qolamiz, ko'lgun ko'ktimiz, biz kelsa nima deysan? Biz uch vaqt tamog'imizni to'yg'izib berdi, olmaydi, tilmaydi, biz faqat uyimizga rahat yashaymiz deysan, deb ashuna deydigan aktyorlarni tarbiyalab chiqish uchun degizadi. Agar unda gap demay, aynan ishinde deydigan, aynan keskin bolani azal kurashtirmaydi yoki qon betadi degandek. Xitoyningki
turmadagi bu mahbuslarni boshqarish idora qilishdagi bu turma tuzilmasi siyosati %99% yolg'on, kazzoblik bilan aldamchilik bilan ilib berildi. Ya'ni Xitoyning biz Xitoy saqchilar bilan Xitoy jinoyatchilar bilan ba'zi to'qinishib qolamiz endi. Misol biz o'zimizni Xitoyning qonuniga tayanib turib, masalan sening turma qonunida, davlat qonunida, yerlik masalan asonliq millatlar qonunida mundaq gaplar bor degandek shu Xitoyning o'zining qonuniga tayanib turib, ba'zi gaplarni deb to'qinishgan vaqtlarimiz bo'lgan. Bunda vaqt deydiki, qonun degan davlat tuzadi. Puxra amal qiladigan narsa. Bu bir shakl. Jungoda qonun degan narsa yo'q. Aytsam bu Xitoy saqchining og'zidan chiqqan gap bu. Jungoda qonun degan narsa yo'q. Agar qonunga bo'ysundirib kelsa, bu 1 milliard insonni idora qilib bo'lib boshqarib bo'lmaydi. Bu qonunni xalqaroga va bir xil sot adamlarga tuzib qo'yadigan narsa, shakl. Jungoni faqat qurol bilan faqat qo'lida kaltakni ko'rib turib Xitoy saqchilar ashulaga tok kaltagini yoki rezanga yaqash kaltaklar tutib turdi. Bu davlatni kaltaklar boshqargan davlat kaltak bilan boshqarilmasa, senlar bu bilginchilar yoki bu terrorchilarni biz kontrol qila olmaymiz. Bu bilib qo'y, bu davlat qonun degan narsa yo'q deb Xitoy saqchilari bizga aniq deylik. Biz bu davlatni bu davlat qonuni yo'q, qonun bilan boshqarilgan davlat emas. Bu davlat qonunsiz bir davlat. Bu davlat odamning xunazon, sen o'lsang seni ko'pitimiz, sen o'lsang biz kimdir yoki ziyon, sen kuyib tugab ketishing kerak. Bu davlat odamning xunazon, men o qadar muhim odam deb jang deb qolma degandek gaplarni bizga nayt deb turdi Xitoy. Masalan, endi Abdurahmon Qori deymiz, kuchaliq. Yana bir birodarlar deymiz, endi jiqlar o'lib ketdi. Hem turumning ichida nurg'un voqealar bo'lib turdi. Turumning ichida har kuni necha 10 jinoza yoki mayit sirti chiqib turdi. Endi bir Xitoyning mayatgan turumida 20-30 ming yaqin odam bo'lib bir turumning ichida. Masalan, 1-turma, 2-turma, 3-turma, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7 turum bir yerda. Ayollar turmi 2-turma. Qolgan 1-turmadan tortib 3-chi, 7-chi turmaga hammasi erlar turmasi. Xitoyning Urum shahrimizninki shimoliy tarafida yangi taraqqiyot rayoni deb qo'yilgan yoki Bajanxo deb qo'yilgan Bajanxo rayonida bir turma shahri bor. Bu yerda ana shu turmalar o'rlashgan. Asosan endi Xitoyninki shu urib o'ldirib yetish, zaharlab o'ldirish qatorliq shunday suiqasddan o'ldirgan, shunday şey bo'lgan qarindoshlarimizning nihoyat ko'p ekanligi bu ma'lum. Ularni qanday bijdirib qildi? Ularni oilasiga qaytarib beramdi yoki? Turmaning sirtida bir kichik bir jami var Uyg'urlar. Bu Xitoyninki mutlaq Xitoy kontrolidagi jami. İmamlar, cemaatlar hammasi Xitoyga setilib ketgan darajada. Buni ularga chiqib berdi. Ular chiroyli musulmonlarni ular jub tarafli berdi Xitoyga. Şol aş mishti şeyler namazını tushirgan bo'ldi shekliga. Namazını tushirmay kelbetdi. Mish apamidi, kepellimidi, jumay deb naqabida demasligi uchun qiladi bu narsa. Muhtaram ko'rurmanlar, Ochil ekranimizning 9-soni bugun mishada oxirlashidi. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.